2 million sotayotgan ekanlar, meni nomimdan kelgan 100 ta odamga 1 million 800 qilib beraman debdilar. Agar 10 tadan ko'p olsa 1 million 700 qilib beraman debdilar. Xitoyda ishlab chiqargan mahsulot 2 o'nga 90 joy shunday uchadi, standart bo'ladi, tushundinglar? Xo'p, undan tashqari qaranglar, qalinligi 7 sm. Xo'p, mana zamonlarni ko'rishinglar mumkin. Hammasi yaxshi mahsulotlarni ko'rishinglar mumkin. Hammasi cho'tki mahsulot dedilar, xudo xohlasa uyaltirmaydi. Xitoyda ishlab chiqargan, Xitoydan olib kelishyapti. Rezinkasi двойной bo'ladi, ichi penoplast bilan to'ldirilgan. Ular sifatlari cho'tki bo'ladi. 1 million 700 dan olasiz, 10 tadan olsangiz, donalar bo'lsa 1 million 800 dan olasiz. Dastavka ichiga kirmaydi. Akam nomerlarni yozib qoldiraman. Undan tashqari akam bundan olib keling kamerani. Xo'p, mana eshigingiz nechta chiqadi, aka? Bu 2,5 million. 2,5 million. Razmerini aytavering. 90 ga 210 joyga. 92 10 joyga uchalgan, to'g'rimi? Bu ham Xitoy, a? Xitoy. Bu ham Xitoy. Ko'rasizlar, bu qalinroq. Bu 9 bo'lsa kerak. Aha, 9 ko'rasizlar, sifatlari vash cho'tki, buniki uch narxi. Xo'p, aka, mana buchi. Mashina ayting, mashina rasi yo'qdi. 3 millionlik. 3 millionlik. Bu ham 2 o'nga 90 joymi? Standart. Standartda dizaynlarni ko'rasizlar. Mana shu 3 million. Ha, ko'proq olsanglar, bari kelishtirib beradilar. Mana zamonlarni ko'rishingiz mumkin. Hammasi cho'tki narsa. Gap ko'rishim bo'lmasligi, ashi bor, mashina dizayni ham yo'qdi. Xo'p, buchi aka 2 million 700. 2 million 700. Bu ham Xitoy. Xitoy. Ha, gap yo'qlaydi. Bundan tashqari kattalar anaqa eshikni qilib yurasiz, to'g'rimi? Yasab beraman. Bular nechta pul chiqadi, aka? Bular 10 million tushadi. 10 million razmeri bitta aytavering. 150 250. 150 kilo bo'ldi. Любой размер qilib bera olasizmi? Любой размер yasab beraman. Faqat zakazga любой размер, to'g'rimi? Shunaqa. Bo'ldi. Akam nomerlarni yozib qoldiraman. Aloqaga chiqasizlar, temir ishi kerak bo'lsa mana foydalanadigan joy. Obuna bo'lishingiz tinchmiz.